Assalomu alaykum do'stlar. Moskvadan Toshkentga reysiy avtobuslar davlat tomonidan qo'yilgan do'stlar. Borib keladiganlar telefon qila olasizlar. Reyslarimiz Moskvadan har kuni bo'lyapti. Tanlovda adashib qolmaysizlar. Nomerlarni yozamiz. +7 985 552 0009 raqamlarini qo'yamiz. Dokumentida muammosi borlar 3000 dan 5000 gacha yo'lda rasxod bo'ladi. Отдельно cho'ntaglarga sovg'a olasizlar. Agar to'xtatsa yo'lda beriladi. Bo'lmasa cho'ntagingizda ketaveradi do'stlar. Yo'l kiralari narxlarini telefon qilasizlar. WhatsApp, Telegram nomerlari bor. Primoy nomer, bitta rossiyskiy, bitta O'zbekiston nomeri yozib qo'yamiz. Telefon qilaverasiz. Aka, mana yaxshi joylashib oldingizmi? Oldik. Rahmat. Juda yaxshi bo'ldi. Как положено mana bileti. Avtovokzal olasa bugun mana shu katel 7:30 da ketasiz. Kelaverasizlar. Metro katel. Avtovokzal. O'zim bilan gaplashib kelgansiz, to'g'rimi aka? Mana shu Magdak bilan gaplashim, rahmat. Hech qanaqa nima yo'q. Mana men olyapman, mana bo'lyapti, mana o'zi Toshkentga Toshkentga. Va alaykum assalom. Mana yoqqa dalch ketadi. Hech o'ylanmasdan kelaverasiz. Ha, sog' bo'linglar. Xo'sh.